Endi bu eng muhim narsa, eng muhim tugma qaysi deb o'ylaysiz? Kommentga yozib qoldiring. Hozir biz joystick haqida gaplashamiz. Bu joystickni hech berish ham bor, e'tibor. Qayerga qoldi? Voy jalo. Tugmalarga yotib turib. Короче, joystickda qanday qilasiz? Hozir sozlashni o'rgataman va siltov sezuvchanlik narsasi bor. Siltov sezuvchanliksiz o'xshamaydi. Team match, let's go. Hozir sizga o'rgataman. O'zingizga mos formatda qo'yib olasiz. Men qo'yib olganman va o'zingizga moslab joystick qo'yib olasiz va chicha shaffofligini 50 qilib olasiz. O'shanda yaxshiroq bo'lasiz. Lekin men sizga bitta narsa qiyin bo'ladi. Mana bunaqa narsa bor. Mana shu narsa bor. Mana shu narsani o'chirib qo'ying. O'chirib qo'ymasangiz bu chicha o'xshamay qoladi. Yurishingiz sekinlashadi. O'shaning uchun bu yerda boshqaruvga o'tib turib, bu yerdan takomillashgan boshqaruvga o'tib turib, mana bu yerdan siltov sezuvchanligi bor. Bitta shaqa uchinchi shaxsga siltov sezuvchanlik. Sizda 50 bo'lishi kerak. Men 100 qo'yinglar. 100 qo'ysangiz ancha o'yinlaringiz ham zo'rlashadi va tezlashadi. Qarang, tez yursin. Mana o'tib ketdi hozir. Jigarchamiz. Boshqa o'rlaymiz. Ancha jigarim. Sizlarga maslahatim, grafikangizni o'nglab oling, nimadi? Men moslashtirishni ezdirib, burada super ravon yoqamanda va yuqoriga bosib olasizlar. Eng oxirgi bosasizlar FPS-ni. FPS kuchaytirsangiz ancha yaxshi o'ynaysiz va mana sezuvchanlik bor. Shu sezuvchanlikdan ham nimadan to'g'rilab olishingiz kerak. Endi 3-shaxsda tepalarcha o'rtacharoq qilish kerak. 144 mi, 140 mi qilishingiz kerak. 170 dan bas. 100 va mana anaqani mana buni birdan 140 gacha qilib olishingiz kerak. Basta mandar minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa? Quer